Yaxshimisiz? Uydagilar sovchi bo'lib borishgan ekan. Rasmda bo'yingiz uzun ko'rinadi-yu, hayotda kalta ekansiz. To'g'ri kelmadingiz, menga kaltalar yoqmaydi. Kalta dedim. Bu begemotchi? Vau, opa, zo'r mashina chaqiribsiz-a? Maza qilib ketyapmiz. Mashinangizga gap yo'q lekin. Faqat egasini bo'yi kaltada, ketaverasizmi? Siz? Suling otasi. Tash! Kalta uzunni bir boqib qo'ydin-ku. Kaltalar shunaqa qattiq uradi. Yana sizmi? Mana bu turецкий sviterlaringiz necha pul? Bular 99 mingdan. A bular-chi? Bular 149 ming so'mdan. Mash koja-ya? Ha, bizni do'konimizda narxlar doimiy 99 ming so'mdan 149 ming so'mgacha. Dadamga kiyim qilib olar ekanman-da. Voy, salityapti-ku. Qarang, nasiyaga bermaysizlarmi? Hozir xo'jayindan so'rab ko'raylik. Kaltalardan ham nasiyaga olaverasizmi? Yana sizmi? Kuzatib yuribsizmi meni nima balo? Odamni haqorat qilib, ustidan kulish yaxshi emas, qizim. Kechiring dada, o'zimdan ketib qolmanda. Boshqa qaytarilmasin, qizim. Xo'p. O'zingiz dadingiz mendan kalta ekan, yana meni mensimaysiz, ha? Pushaymon qildingiz. Roziman deyapman-ku. Shuning uchun o'ynashmagan kalta bilan kalta urar salta bilan.